Mendan haligacha so'rashadi, Nurulla, aka, hozirgi paytda urug' sepsam bo'ladimi gazonga? Uyim chiroyli bo'lib turishini xohlayman deyshadi. Men ularga yo'q deyman. Nimaga yo'q deyman? Chunki o'sha kech bu yog'iga risk bo'ladi katta. Chunki men maxsus post joylaganman, profilga kirib o'tishingiz bo'ladi. Ya'ni 15-oktyabrgacha sepsa bo'lar edi. Bu yog'iga sovuq. Chunki men o'zim sepganman. 1-oktyabr kuni sepganman, chiqib qolgan. Esonaman, lekin haligacha birinchi strishka bo'lmadi. Nimaga? Chunki kun salqin, o'sish sekinlashadi. Sekinlashganning hisobiga rivoj ham kamroq bo'ladi. Lekin sepsanglar hozirgi paytda amalab chiqa olishi mumkin. Lekin bitta sovuq tushib qolsa, ketdi-da. Gazon ham ketdi, cho'ncha ham ketdi-da. Bunga eng zo'r yechim nima? Tayyor gazon qo'yib yuborish. Tayyor gazon qo'yib yuborsanglar, xudo xolasa uyinglar, xonadoninglar, ko'chalar chiroyli bo'lib turadi. To'y hashamlar bo'lsa ham chiroyli qilib o'tkazib olsanglar bo'ladi. Bizda gazon bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz olib borib ham qo'yib beramiz, gazon o'zinglar qo'ya olaman desanglar sotamiz. Viloyatlarga ham chiqarib beramiz. Dastavka xizmatlarimiz ham bor.